Joriy yil 28 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Davlat va huquq institutida Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi hamkorligida O'rta asrlar davlati va huquqini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Bugungi yangi O'zbekistonda davlatchilik hamda huquqning asoslarini takomillashtirishda, rivojlantirishda avvalambor biz nimaga tayanamiz? Tarixiylikka tayanamiz. Mana shu tarixiylikda esa o'z navbatida o'rta asrlar davlatchiligi hamda huquqini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Davlat va huquq instituti tomonidan o'rta asrda davlatchilik hamda huquqni o'rganishga zamonaviy yondashuvlar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tashkil etilmoqda. Ushbu konferensiyada biz avvalambor bugungi zamonaviy huquqni hamda davlatchilikni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan o'rta asrlardagi mavjud amaliyotga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan o'sha Amir Temur saltanati, Temuriylar davlati, Shayboniylar davlati, Qoraxoniylar davlati kabi ularning davlatchiligidagi rivojlanish bosqichlari, ularda huquqni tartibga solish, huquqni qo'llash amaliyotidan kelib chiqqan holatda albatta bilamiz, bugungi kundagi qonunchiligimiz ham rivojlanadi. Chunki bugungi kundagi amaliyotni rivojlantirishda biz nafaqat kelgusidagi faoliyatga, balki o'tgan tariximizga ham albatta nazar tashlaymiz. Tadbir mamlakatimizda tarixiy huquqiy tadqiqotlarning yangi bosqichga ko'tarilayotgani, davlat va huquq tarixini o'rganish jarayonida fanlararo integratsiyani kuchaytirish hamda ilmiy metodologiyaning zamonaviy tendensiyalar bilan uyg'unlashtirilishi nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etdi.